Prezidentimizning tegishli qarori asosida milliy madaniyatimizni xorijiy davlatlarda faol targ'ib etish va ommalashtirish bilan shug'ullanuvchi chet el fuqarolari, jumladan vatandoshlar faoliyatini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash maqsadida o'zbek madaniyati elchisi maqomini berish tizimi joriy etilishi belgilangan. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi va Yaponiya o'rtasida madaniy aloqalarni yanada kengaytirish, yurtimiz boy madaniy merosi, xususan milliy musiqasi va kuylarni kunchiqar mamlakatda keng targ'ib qilish orqali mamlakatimiz madaniyatiga qiziquvchilar qamrovini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamda elchixona bilan hamkorlikda yaponiyalik taniqli qo'shiqchi va sozanda Kamazaki Mashuni o'zbek madaniyati elchisi etib tayinlash marosimi o'tkazildi. Tadbirda yurtimizning Yaponiyadagi elchisi Muhsinxo'ja Abdurahmonov tomonidan O'zbekiston va Yaponiya davlatlari o'rtasidagi madaniy ma'rifiy aloqalarni rivojlantirish va keng jamoatchilik vakillarini yurtimizning boy tarixiy madaniy merosi bilan yaqindan tanishtirishga qo'shayotgan munosib hissasi uchun Mashu Kamazaki xonimga o'zbek madaniyati elchisi ko'krak nishoni va sertifikati tantanali ravishda topshirildi. Elchi o'zbek madaniyati elchisi degan maqom birinchi bo'lib Yaponiya fuqarosiga berilganligi, albatta O'zbekiston hukumati tomonidan Yaponiya bilan madaniy aloqalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotganligining namunasi ekanligini ta'kidladi. Hozir O'zbekistonning madaniyati bo'yicha birinchi elchisi bo'ldim. Nimagaki, men 8-9 yildan beri o'zbek muzikani o'rganyapman va aynan dutorni. Endi hozir 2 yildan beri doirani ham chalyapman. O'zbek milliy kuylarini, qo'shiqlarini aytib, endi dutorni chalib, Yaponiyada, O'zbekistonda, hamma joyda o'zbek madaniyatini, san'atini tarqatyapman.